am the best Muslim. Men I'm the eng best zo'r Muslim. musulmonman. Yes, I am. Batman yana o'g'irlik qildimi? Hech kim meni shahrimda betartiblik qila olmaydi. Bunga chek qo'yishim kerak. Hozirroq. Bo'l, masjidga ketdik. Ularga yordamimiz kerak. Yo'q, men kuchliroq bo'lish uchun mashq qilishim kerak. Men bilan jang qil eng zo'r. Agar meni yengsang, men sen bilan masjidga boraman. Jangning 90% aslida ongimizda kechadi. Men hali hech qachon ishlatmagan ultimativ kuchimni ishlataman. Mening ong kuchim. Sizning ongingiz muammoga duch keldi va qayta ishga tushish kerak. Biz hozircha xato ma'lumotlarni yig'yapmiz. Shuningdek, sizni qayta ishga tushiramiz. Qani, faqat biroz tishla meni. Oyijon! Oyijon! Oyijonim! Bo'l, masjidga ketdik. Men masjidga keyinroq boraman. Hayır, o'zing boraver. Bo'l, masjidga boramizmi? Qahramonlik sovutimga qara eng zo'r. Bu bilan men Batmanga qarshi jang qila olaman. Voy, juda zo'r-ku. Sen ucha olasanmi, Bo'l? Faqat diqqat bilan qara, zaif odam. Men faqat 1% kuch qo'shish bilan boshlayman. Hozir 3 2 Havasi xuddi kutganimdek. Sen yaralanding. Yo. Bu reaktiv moy. Men yaxshiman. Bu seni og'zingdan chiqyapti. Bumi? Yo'q, xavotirlanma. Bu faqat nimadir haligi qizil. Hech qisi yo'q. Xavotir olma. Bu Allohumma mag'firli varham. Men hali o'lmadim. Ajoyib. Unda masjidga boraylik, do'stim. Meni borgim yo'q. Men qahramon bo'lmoqchiman. Sen eng zo'r musulmon emassan. Yana bir bor urinib ko'r. Bilasanmi? Agar men bilan masjidga borsang, hech qachon bo'lmagan qahramonga aylanasan. Masjid bizning hayotimiz va jamoamiz uchun juda muhimdir. Masjid iymonimizni mustahkamlaydi va uni saqlab qoladi. U qalb va ongimizni rivojlantiradi. U yo'qotilgan va siniq qalblar uchun panohdir. U hikmatlar maskani, xavfsizlik va kuch manbaidir. Sen bunday tushuntirganingda masjid juda zo'r tuyulyapti. Masjid har doim zo'r bo'l, chunki u Allohning uyidir. Bo'l? Boshliq, siz bu yerda nima qilib yuribsiz? Senda qobiliyat borligini bilardim, lekin ular nimaligini hali tushunmagandim. Mening mutaxassisligimga noto'g'ri qo'shiq kuylash, haddan tashqari baqirish, yugurib turib ovqat yeyish va eng kuchli malakam nafas olish kiradi. Mana shunday. Nafas olish? Ya!
Ah, kechirasan bo'l. Sen bu zarbadan qochasan deb o'ylagandim. Qani u holda buni ko'r. Ha, ana endi jangga o'xshay boshladi. Demak, Flashdek chaqqonsan. Kerak emas. Lekin men Kung Fu Pandaga ko'proq o'xshayman. Menga ovqat bersangiz hamma narsani qila olardim. Bo'l, biz qahramonlar jamoasini tuzyapmiz. Senga super kuchlar ham kerak emas. Ba'zi odamlar eng kichik va oddiy harakatlari bilan ham qahramon bo'la oladi. Senga faqat muhtojlarga yordam berish istagi kerak. Men masjidda odamlarni jamoaga qo'shyapman. Har kim o'z maxsus mahoratlaridan bir-biriga ko'maklashish uchun foydalanishi mumkin. Agar sen ochiq yurak va ochiq ong bilan qarasang, sen ham qahramon bo'lishing mumkin. Men siz bilaman. Qayerda boshlaymiz eng zo'r? Albatta, montajdan boshlaymiz. His honor so glorious, peacefully full of love, made up of brilliant shining stars in the sky. A spirit of light lodged in his body like the moon. He was the light and brilliance we follow. He was the light and brilliance we follow. Sizlar eng zo'r musulmonsizlar.